Qur'on va 21 asr. Abdori Mamtimin Hazrat. 9. Qur'on va yangilik. Tabiatda 4 faslning almishib, yengilnib turishi, yaşanğan adam va yaşanğan boshqa jonliqlarning o'lib, yangi tug'ilganlarning o'sib yetilishi Allohning qonuniyatining yangilik ustiga qurilganligining isbotidir. Qur'on yangilik yaratish, ilgirlashning haydakchi kuchidir. Qur'on jannatni tasvirlaganda ostidan o'stanglar eqib turadigan go'zalliklardan xush xabar beradi. Eqib turgan o'stang demak harakat demakdir. Qur'on turg'unlikdan emas, harakatdan so'z qiladi. Yer shari harakatda, oy harakatda, quyosh harakatda, butun koinot harakatda. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Yasin surasi 38 oyat. Qadimdan boshlab uzun tarixiy davrlar bo'yicha insonlar yer sharining jim turadiganligini, quyoshning yer shari atrofida aylanadiganligini taxmin qilib kelgan. Keyin Kopernik va orqadan Galli quyoshning jim turadiganligini, yer sharining quyoshning atrofida aylanadiganligini o'ttirib qo'ydi. Bu nazariya butun dunyo bilim ahli tarafidan qabul qilindi. 1930-yillardan keyin eng yangi model teleskoplarning ijod qilinishi bilan quyoshning harakat qilayotganligi isbotlandi. Shuning bilan astronomiya ilmida o'z o'qi atrofida aylanayotgan yer shari harakat qilayotgan quyoshning atrofida aylanayotganligidan iborat yangi bir ilmiy nazariya mutlaq ustunlikni egalladi. Vaholanki quyoshning harakatlik holati Qur'onda 1400 yil burunla o'tirib qo'yilgan edi. Afsuski Yasin surasining 38 oyatida o'ttirib qo'yilgan quyoshning harakatlik holatini isbotlab chiquvchilar musulmon emas, xristian olimlari bo'ldi. Demak, koinotda harakatsiz hech bir modda yo'q. Harakat demak barkat demakdir. Harakat demak hayot demakdir. Harakat to'xtagan yerda o'lim bor. Moddaning harakatdan to'xtashi o'lim demakdir. Davomliq harakat bo'lsa, davomliq o'zgarish demakdir. Davomliq o'zgarish, davomliq yangilik elib keladi. Koinotning harakat qonuniyati yangilik yaratish ustiga qurilgan. Qerib ketib, jismoniy va aqliy qobiliyati ojizlagan. Oila va jamiyatning yukini ko'tarish qobiliyatini yo'qotib, oila va jamiyatga yuk bo'lishga boshlagan insonlarni Allah u dunyoga elib ketib, o'rniga yangi bovoqlarni tug'dirib turdi. Nima uchun? Yangi kelayotganlarga faoliyat maydoni ochib berish uchun. Tasavvur qilib boqayli. Agar davlat hokimiyatini qo'lga kirgizib olgan bir davlat raisi 500 yil yoki 1000 yil yashasa edi, u rais 500 yil, 1000 yil o'zining ko'nrab qolgan fikrlarini xalqqa zo'rlab tang'atdida tabiiy holda taraqqiyot oldidagi to'salg'i bo'lib qoladi. Allah dunyoni davomliq yengilib turish qonuniyati ustiga qurgan. Allah yaratgan har bir jon o'limning ta'min tetig'ichidir. Anbiya surasi 35 oyat. O'lganning o'rniga Allah yangi jonlarni yaratib turdi. Har qanday bir yangilik ko'nlikning xarobisi ustida yuksaladi. Islom jaholiyat qorong'uligi ichidan tug'ildi va yep-yangi bir madaniyat yaratdi. Madina shahrining ko'ni ismi Yasrab edi. Rasululloh bu shaharga Madina deb ism qo'ydi. Madina so'zidan madaniyat so'zi yaraldi.
madaniyat degan so'zning ichiga yangilik, taraqqiyot, bilim degan mazmunlar yoshiringandir. Ko'ringan har bir shayning orqasida ko'rinmagan bir haqiqat yotmoqdadir. Allah tabiat dunyosidagi har bir haqiqatidan bir yangilikni, har bir yangilikdan bir haqiqatni isbotlab turmoqda. Haqiqatga jon jahli bilan hujum qilguvchilarning hech birisi haqiqatni yaratquchilar emas. Balki haqiqatning taxtini talashquchilardir. Allahni oshkora rad qilguvchilarning asli muddaosi o'zlarini Allahning o'rniga dasitishdir. Masalan, Marks, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Allahni yoshirin rad qilguvchilar bo'lsa, Qur'on orqali o'zlarini avliyo deb ko'tarib chiqquvchilardir. Ularning asli muddaosi Allohga o'rtaq bo'lish yoki Allohni ko'rsatib turib, mu'minlarni o'zlariga tavob qildirishdir. Ular Allohni, Qur'onni faqat o'zlarini qo'g'daydigan qalqon sifatida ishiltidi. Xolos. Masalan, Abba Xo'ja va boshqa jaholat pirlari. Bu ikki xil inkorchining muddaosi o'rtaq, uslubi farqli. Birisi oshkora, birisi yoshirin inkor qiladi. Ularning o'rtaq alayhligi Allohning harakat qonuniyatini, yangilik yaratish bosqichlarini to'ngiltishga urinishdir. Qur'on insonning hayotiga, axloqiga, salomatligiga foydali barliq taraqqiyot, yangilikni tashabbus qiladi. Musulmonlar yangilik oldidagi to'salg'i bo'lib qolmaslik lozim. Qur'onning bütün ta'limotlari bu dunyoga foydali inson tarbiyalashni maqsad qiladi. Aqli palach qilingan, taqvodor, ammo bilimsiz, talayligan mu'min Uyg'urlar kelajakni saxta avliyolarning gumbazlar ostidagi qorong'ulikdan emas, Qur'oni Karimdan izdishi lozim. Chunki haqiqat gumbazlarda emas, Allohning ta'limotlarıdır. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Nur surasi 36-oyat. Nur demak energiya demektir. Energiya koinotning barliq jonliqlarning harakatlantirgich kuchidir. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomirdanmi yaqinmiz. Qaf surasi 16-oyat. Sening ruhingning o'zi Allohning nuridir. Allah sana sening jon tomiringdanmi yaqin. Sening ehtiyojing bo'lgan energiya sening ichingda bor. Sen uni harakatlantir. Yangilik yarat. Yangilikqa to'salg'i bo'lma. Tashqirdan kimlardandir energiya, yangilik kutib o'ltirma. Aqlingni va vujudingni harakatlantirayotgan kuch sana oid. Chunki Allah biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomirdanmi yaqinmiz deydi. Allah sening ichingda har doim sen bilan birga. Menden o'zini millat suyar deb ta'riflagan bilimlik bir yigit mundaq savol so'radi. Allah qayerda? Agar Allah bo'lgan bo'lsa, musulmon Uyg'urlarni mushundoq tashlab o'tarmidi? Men uningga shundoq javob berdim. Allah shu ko'chada yalangoyoq o'ynayotgan yetim bolalarning talmirib turgan ko'zlarida. Erlari şehit qilingan shu tul ayollarning ko'z yoshlarida. Zulmga, haqsizlikqa uchrayotgan Uyg'ur xalqining dod faryodlarida. Sen yana Allahni ko'rmayapsansan. Allah mundaq deydi. Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Furqat surasi 77-oyat. Agar bizni yaratgan Allohga parvo qilmasak, Allohmi bizga
parvo qilmaydi. Chunki Allah behojatdir. Sizlar bo'lsanglar muhtojsizlar. Muhammad surasi 38-oyat. Allah bizga muhtoj emas, biz Allohga muhtojmiz. Allah sizlarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Shu'ara surasi 30-oyat. Masalani o'zimizdan izlashni o'rganishimiz kerak. Kechidan keyin kunduz, qishdan keyin yoz keladi. Zalim tuzum isyonga homildirdir. O'zlarini Allohga tanglashtirgan pir-avllar, Lenin, Stalinlar yo'qoldi. Bu dunyoda do'zaxni yaratgan tuzumlarmi yo'qoldi. Qondan, ko'z yoshlardan, zulmdan ozuqlanib kuchaygan zalim Xitoy ishg'olchilarimi cho'qim yo'qladi. Allah dunyoni yangilab turish qobiliyatiga ega. Davomi bor.